Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 6-darsimiz. Bugungi o'tadigan metodimiz includes metodi bo'ladi. Includes metodi o'zi nima? Includes metodi string ichida berilgan so'z yoki belgilar ketma-ketligini bor yoki yo'qligini tekshiradi. Misol uchun biz qandaydir so'z yoki harfni berishimiz mumkin qiymat sifatida va shu bergan stringimizga shu so'z bor yoki yo'qligini tekshirib beradi. Natija true yoki false qaytaradi. Qachon ishlatiladi? Matn ichida ma'lum bir so'z yoki belgilar bor yo'qligini tekshirish, ya'ni bu yerda if else dan foydalanib tekshirishimiz mumkin. Qidiruv funksiyalarida, misol uchun biron bir saytdagi biron e-commerce'ni ham tekshiradigan bo'lsak, mahsulot qidirishimiz mumkin. Xuddi shunda includes bilan tekshirishimiz mumkin. Endi bu e-commerce'da asosan buni bekinchi qiladi. Oddiy portfolio uchun projektlarda foydalanishimiz mumkin. Filtr metodlarida, misol uchun kategoriya bo'yicha filtrlashimiz mumkin. Narxlar, alohida brendlar yoki ya'ni umuman e-commerce'da kiyimlarning ranglari bo'yicha filtrlash mumkin. Shunda foydalanishimiz mumkin includes metodidan. Kodni kopirovat qilaveraman va tekshiramiz. Ya'ni bizda text degan o'zgaruvchi bor. Bugun havo juda chiroyli degan matnni saqlaydi va console logga text includes havoni chiqaryapmiz. Ya'ni havo bu string ichida bor. Buni birinchi navbatda kommentariya qilib qo'yaman, pastki qatorni. Terminalni ishga tushiramiz. Node strings.js true qaytaryapti. Ya'ni havo degan biz bergan qiymat text o'zgaruvchisida bor. Ya'ni biz text o'zgaruvchisini chaqirib includes metodini ishlatyapmiz. Havo degan matn text o'zgaruvchimizda bor va pastki qatorni ham kommentdan chiqaraman. Ya'ni pastki qatoriga text o'zgaruvchisini chaqirib yomg'ir degan so'z bu matn ichida bor yoki yo'qligini tekshiryapmiz. Qaytadan ishga tushirib olaman. Birinchi qator true chiqyapti, ya'ni mana bu. 9-qatordagi havo degan so'z true qaytaryapti, ya'ni bor. Va false, ikkinchi qator false qaytaryapti. Includes yomg'ir degan so'z bu matn ichida yo'q. Misol uchun buni kommentariya qilib tekshiradigan bo'lsak ham false qaytyapti. Ya'ni yomg'ir degan so'z bu string ichida yo'q. Ana endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Case sensitive, ya'ni katta kichik harflarning farqi bor demoqchi. Misol uchun buni ham kopirovat qilib olaman. Text o'zgaruvchimiz bor va JavaScript juda zo'r degan matn saqlayapti. Birinchi qatorda biz console log includes JavaScript degan so'zni berib o'tyapmiz. Ya'ni bu yerda faqat kichik harf bilan, bu yerda bosh harf bilan yozilgan. Includes ichida esa biz kichik harf bilan beryapmiz. Ya'ni bu false qaytarish kerak, chunki katta kichik harflarni farqlaydi. Va ikkinchi qatorda biz beryapmiz JavaScript bosh harf bilan, ya'ni bu yerdagi bilan bir xil. Shunda true qaytish kerak. NoString.js deb ishlatamiz, ya'ni birinchi qator false qaytaryapti, ya'ni mana bu qator 43-qator va ikkinchi qator true qaytaryapti, 44-qator. Ya'ni katta kichik harflarni ham farqlaydi. Va uchinchi bo'limimiz includesda qaysi indeksdan boshlab tekshirishni ham belgilashimiz mumkin. Ya'ni istalgan bir matnni nechanchi indeksidan boshlab tekshirishni bu kodni kommentariya qilaman. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Men olma va bananni yaxshi ko'raman. Birinchi qator false qaytaradi. Ya'ni 5-indeksdan boshlab tekshir demoqchi. Ya'ni 5-indeksgacha olma yo'q ekan. Ya'ni 0, 1, 2, 3, 4. 5-indeks layout bo'ladi. Ya'ni nima degan ma'lumot chiqib olish kerak bo'ladi. 5-indeksdan tekshiradigan bo'lsa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni problem bitta indeks hisoblanadi va JavaScriptda indeks 0 dan boshlanadi. Va ikkinchi qatorda true qaytaryapti. Bananni tekshirish kerak 5-indeksdan boshlab. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni bu yoqdan shu L harfidan boshlab bu yoqda banan so'zi bor yoki yo'qligini tekshiradi. Ya'ni bu yerda banan so'zi bor. Buni ishga tushiradigan bo'lsak, birinchi qator false chiqyapti, ya'ni olma so'zi yo'q. Olma so'zi 5-indeksdan boshlab mavjud emas va shuning uchun false qaytaryapti. 48-qator esa banan so'zi 5-indeksdan keyin mavjud va shuning uchun true chiqyapti. Agar tekshiradigan bo'lsa, bu yerda 1, 0, 1, 2, 3. 3-indeksdan boshlab tekshiradigan bo'lsak, ikkalasi ham true chiqishi kerak. Ikkalasi ham true. Ya'ni 3-indeksdan boshlaydi va olma mavjud bu yerga. 3-indeksdan keyin olma mavjud. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.